Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar orasida bitta pensiya o'rniga 3 ta pensiya berilar ekan. Pensiya islohoti bo'lib, hamma 3 xil to'lov olar ekan. Kimdir pensiyasiga qo'shimcha pul qo'shilar ekan degan gaplar ko'paydi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan odam bor. Eng xavflisi shundaki, ayrimlar noto'g'ri tushuncha sabab hujjat topshirmay qoladi. Ayrimlar esa firibgarlarga aldanib qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha diqqat bilan eshiting. Men sizga oddiy tilda kim nimaga haqli, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerakligini birma-bir tushuntiraman. Avvalo asosiy narsani aniq aytib qo'yay. Pensiya masalasida odamlar eng ko'p adashadigan joy bitta pensiya va 3 ta pensiya degan iboralardir. Qonunchilikda odatda bir fuqaro bir vaqtning o'zida bir nechta asosiy pensiyani to'liq olib yurishi mumkin degan umumiy qoida yo'q. Masalan, odam yoshga doir pensiya oladi, yana nogironlik pensiyasini ham to'liq oladi, yana boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini ham to'liq oladi degan holat ko'pchilik uchun amal qilmaydi. Ko'pincha fuqaro o'ziga foydaliroq bo'lgan turini tanlaydi yoki qonunda belgilangan tartibda bir turdan boshqasiga o'tadi. Lekin 3 ta pensiya deganda odamlar 3 xil narsani aralashtirib yuboryapti. Birinchisi asosiy pensiya turi. Ikkinchisi pensiyaga qo'shiladigan ustamalar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar. Uchinchisi ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan alohida nafaqa yoki ijtimoiy yordamlar. Mana shu 3 qismni kimdir oddiy qilib 3 ta pensiya deb atab yuboradi. Aslida esa ularning huquqiy nomi, olish tartibi, manbasi va shartlari boshqacha bo'lishi mumkin. Oldin odamlar ko'pincha pensiya jamg'armasiga bir marta borardi. Pensiya tayinlanardi. Keyin yillar davomida faqat indeksatsiya yoki oshirish bo'lsa, miqdor o'zgarardi. Hozir esa elektron bazalar kengaydi. Mehnat daftarchasi, ish staji, ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari, arxiv hujjatlari, nogironlik ma'lumotlari, boquvchisini yo'qotganlik holati, kam ta'minlanganlik bo'yicha ma'lumotlar raqamli tizimlarda tekshirilyapti. Shu sababli ayrim pensionerlarda ilgari hisobga olinmagan davrlar qo'shilishi, ayrimlarda qo'shimcha to'lovga asos paydo bo'lishi, ayrimlarda esa qayta hisoblash zarurati tug'ilishi mumkin. Men shuni alohida ta'kidlayman. Har qanday hamma pensionerga avtomatik 3 ta pensiya beriladi degan gapga ishonmang. Pensiyada har doim hujjat, staj, toifa, qonuniy asos va ariza muhim. Kimningdir qo'shni mahallada puli oshgani sizga ham xuddi shunday oshadi degani emas. Lekin siz o'z huquqingizni bilsangiz, hujjatlaringizni to'g'ri tekshirsangiz, haqiqatan ham qo'shimcha pul olish imkoniyatini bo'y bermaysiz. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olsin, kim xotirjam bo'lsin, eng avvalo pensiyaning asosiy turlarini eslab olaylik. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi eng ko'p uchraydigan yo'nalishlardir. Yoshga doir pensiya odatda pensiya yoshiga yetgan va kerakli ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarga tayinlanadi. Nogironlik pensiyasi tibbiy mehnat ekspertizasi yoki vakolatli tibbiy komissiya tomonidan nogironlik belgilanganda, qonunda belgilangan shartlar asosida tayinlanadi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi esa oilada boquvchi vafot etganida, qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz a'zolar uchun ko'rib chiqiladi. Endi real misol bilan tushuntiraman. Masalan, 63 yoshli Akmal aka yoshga doir pensiya oladi. Uning 32 yil ish staji bor. U pensiyaga chiqqan va oyiga shartli ravishda 1.400.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Keyin u sog'lig'i yomonlashgani sabab nogironlik guruhini oladi. Akmal aka endi menga yoshga doir pensiya ham, nogironlik pensiyasi ham alohida beriladi. Demak, 2 ta pensiya bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Amalda esa mutaxassislar uning holatini ko'rib, qaysi tur foydaliroq ekanini aniqlaydi. Ayrim vaziyatlarda nogironlik bilan bog'liq ustama yoki imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik ravishda ikkinchi to'liq pensiya degani emas. Shuning uchun Akmal aka nima qilishi kerak? U pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, nogironlik belgilanganligi haqidagi ma'lumot asosida qayta hisoblash yoki to'lov turini ko'rib chiqish bo'yicha ariza berish kerak. Ikkinchi misol. 68 yoshli Malika opa yoshga doir pensiya oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. U kishi umr bo'yi yaxshi maoshli ishda ishlagan. Malika opa, men o'zimning pensiyamni ham olaman, erimning pensiyasini ham olaman deb o'ylaydi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi.
boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov masalasi qonuniy shartlar asosida ko'riladi. Ba'zan inson o'z pensiyasidan voz kechib boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi foydaliroq bo'lsa, o'sha turga o'tishi mumkin. Ba'zan esa qo'shimcha yordamning boshqa shakllari bo'lishi mumkin. Lekin erimniki ham, o'zimniki ham to'liq beriladi degan umumiy qoida yo'q. Shuning uchun Malika opa uchun eng to'g'ri yo'l marhum turmush o'rtog'ining ish staji pensiyasi vafot etganligi haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi bilan mutaxassisga murojaat qilib, qaysi variant foydaliroq ekanini hisoblatish. 3-misol. 72 yoshli Yusuf ota yolg'iz yashaydi. Pensiyasi kam, kommunal to'lovlar, dori-darmon xarajatlari ko'p. U ishda pensiya degan gapni eshitib, o'ziga ham 3 barobar pul tushadi deb kutadi. Aslida Yusuf ota uchun masala boshqa bo'lishi mumkin. U ham ta'minlangan sifatida ijtimoiy yordamga, ayrim kompensatsiyalarga yoki mahalla orqali beriladigan yordam turlariga huquqli bo'lishi mumkin. Bu pensiya emas. Lekin pensionerning qo'liga tushadigan qo'shimcha mablag' bo'lishi mumkin. Demak, Yusuf ota pensiya bo'limidan tashqari mahalla ijtimoiy himoya organlari davlat xizmatlari markazi orqali ham o'z holatini tekshirtirishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda ish staji to'liq hisoblanmagan pensionerlar xavotir olishi kerak. Masalan, odam sovxozda, kolxozda, zavodda, maktabda yoki tibbiyot muassasasida ishlagan, lekin mehnat daftarchasidagi yozuvlar noaniq, muhr o'chgan, tashkilot tugatilgan, arxiv hujjatlari topilmagan. Bunday holatda pensiya kam chiqishi mumkin. Agar keyinchalik arxivdan ish haqi yoki staj bo'yicha hujjat topilsa, pensiyani qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. Ikkinchi navbatda 1990-yillar va 2000-yillarda turli korxonalarda ishlagan. Lekin ijtimoiy soliq yoki sug'urta badali to'lovlari bazada to'liq ko'rinmayotgan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki pensiya hisoblashda ish staji va ish haqi muhim rol o'ynaydi. Agar bir necha yil yo'q bo'lib qolsa, pensiya miqdori sezilarli kamayadi. 3-navbatda nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush va mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, voyaga yetmagan farzand tarbiyalayotgan bevalar o'z huquqlarini albatta tekshirtirishi kerak. Chunki aynan shu toifalarda asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha kafolatlar bo'lish ehtimoli yuqori. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha stajlaringiz elektron bazada ko'rinib turgan bo'lsa, mehnat daftarchangiz to'liq bo'lsa, arxiv hujjatlaringiz hisobga olingan bo'lsa, sizda toifa o'zgarmagan bo'lsa, demak katta xavotirga hojat yo'q. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya ishlaringiz bo'yicha ma'lumotni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ba'zi odamning hayotiy holati o'zgaradi, nogironlik belgilanadi. Qaramog'ida shaxs paydo bo'ladi. Turmush o'rtog'i vafot etadi, qo'shimcha hujjat topiladi. Bularning har biri pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Og'zaki gap bilan pul berilmaydi. Mahalladagi falonchi 3 ta pensiya olyapti. Qarindoshimga qo'shimcha tushibdi, telegramda yozishibdi degan gaplar huquqiy asos emas. Har bir to'lovning qarori, arizasi, hujjati bazadagi tasdig'i bo'ladi. Shuning uchun siz birinchi navbatda o'zingizning shaxsiy pensiya ishingizni tekshirtirishingiz kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshishi bilan qayta hisoblash bir xil narsa emas. Davlat tomonidan pensiyalar oshirilsa, bu odatda barcha tegishli pensionerlarga belgilangan tartibda tatbiq etiladi. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy holatingizga bog'liq. Qo'shimcha staj topildi. Ish haqi ma'lumotnomasi taqdim etildi. Toifa o'zgardi, xatolik tuzatildi. Masalan, pensiyalar 10% ga oshsa sizning 50.000 so'mlik pensiyangiz 50.650.000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin qayta hisoblashda arxivdan yuqori ish haqi tasdiqlansa, miqdor boshqacha oshishi mumkin. Bu ikkisini aralashtirmang. 3-nozik jihat, barcha qo'shimcha pullar umrbod bo'lmasligi mumkin. Ayrim yordamlar bir martalik bo'ladi. Ayrimlari 6 oy yoki 1 yilga tayinlanadi. Ayrimlari shartli ravishda beriladi. Masalan, kam ta'minlangan oilaga yordam belgilansa, keyingi davrda daromad holati qayta tekshiriladi. Nogironlik guruhi muddati belgilangan bo'lsa, muddat tugaganda qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Agar odam bu muddatni o'tkazib yuborsa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. 4-nozik jihat, hujjatlardagi ism familiya farqi katta muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida O'g'loy deb yozilgan, pasportda O'g'loy bo'lishi mumkin. Yoki eski hujjatda familiya ruscha transliteratsiyada boshqacha ketgan.
Bunday mayda ko'ringan farq arxiv hujjatni sizga tegishli deb tan olishda muammo chiqaradi. Shuning uchun hujjatlarni topshirishdan oldin ism, familiya, tug'ilgan sana, tashkilot nomi, ishga kirgan va chiqqan sanalarni diqqat bilan tekshiring. 5-nozik jihat, chet elda ishlagan davrlar bo'yicha ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ayrim davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha kelishuvlar mavjud bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda esa ishlagan davrni tasdiqlash qiyin kechadi. Agar siz yoki ota-onangiz Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlar bo'yicha hujjatlarni yig'ib qo'yish kerak. Lekin norasmiy ishlagan davrni isbotlash ko'pincha murakkab bo'ladi. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni 3 barobar qilib beraman. Bazaga kiritib qo'yaman. Arxivdan hujjat topib beraman. Oldindan pul bering degan odamlar ko'payishi mumkin. Rasmiy organlardan tashqarida hech kim sizga qonuniy pensiya tayinlab bera olmaydi. Arxiv hujjatini topishda yuridik yordam ko'rsatadigan mutaxassislar bo'lishi mumkin. Lekin ular ham rasmiy shartnoma, kvitansiya va aniq xizmat ko'rsatishi kerak. Hech qachon pasportingizni, bank kartangizni, SMS kodlarni begona odamga bermang. 7-nozik jihat, pensioner ishlasa ayrim to'lovlarga ta'sir bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan odam ishini davom ettirishi mumkin. Lekin ayrim ijtimoiy yordamlar daromadga qarab baholanadi. Agar pensionerning o'zi yoki oilasi daromadga ega bo'lsa, kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam tayinlashda bu inobatga olinadi. Shuning uchun qo'shimcha yordam bermadi. Demak, huquqimni buzdi deyishdan oldin oilaviy daromad mezonlari tekshirilganini bilish kerak. 8-nozik jihat, pensiya miqdoridan qarzdorlik ushlab qolinishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Aliment, sud qarori, ortiqcha to'langan summa, kredit bo'yicha ijro hujjati kabi masalalar mavjud bo'lsa, qo'lga tegadigan pul kamayishi mumkin. Pensioner menga kam tushdi desa, avvalo bankdan va pensiya bo'limidan ushlab qolish sababi bor yo'qligini aniqlasin. Endi men sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Birinchi qadam, o'zingizning hozirgi pensiya turini va miqdorini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovmi yoki nafaqami? Ko'pchilik pensiya deb hammasini bir xil ataydi. Lekin hujjatda aniq nomi bo'ladi. Shu nomni biling. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni oling. Undagi barcha ish joylarini alohida ro'yxat qiling. Qaysi yilda ishga kirgansiz, qaysi yilda chiqqansiz, tashkilot nomi qanday yozilgan, muhr bormi, buyruq raqami bormi, hammasini yozib chiqing. Agar biror davr hisobga olinmagan bo'lsa, arxivga so'rov berish kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotnomalarni tekshiring. Pensiya hisobida faqat staj emas, ayrim davrlardagi ish haqi ham muhim. Agar siz ilgari yaxshi maosh olgan bo'lsangiz, lekin bu ma'lumot hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Eski korxona mavjud bo'lsa, korxonaning o'zidan tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma so'raladi. 4-qadam. Shaxsiy holatingiz o'zgargan bo'lsa, darhol murojaat qiling. Nogironlik belgilanganmi? Turmush o'rtog'ingiz vafot etganmi? Qaramog'ingizda nogiron farzand bormi? Yolg'iz yashaysizmi? Daromadingiz juda kammi? Bularning har biri alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Ariza bermasangiz, ko'p holatda tizim sizning holatingizni avtomatik ravishda pulga aylantirib bermaydi. 5-qadam, qayerga borish kerak? Eng oddiy yo'l davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish. Shuningdek, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga borib maslahat olishingiz mumkin. Ijtimoiy yordamlar bo'yicha mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limlari, tegishli platformalar orqali murojaat qilinadi. Agar hujjat arxivda bo'lsa, viloyat yoki tuman arxiviga yozma so'rov beriladi. 6-qadam, qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, vafot etganlik guvohnomasi, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari, mahalla ma'lumotnomasi, oila tarkibi va daromadga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin shu asosiy hujjatlarni oldindan tartibga keltirib qo'ying. 7-qadam, arizani og'zaki emas, yozma yoki elektron tartibda bering. Borib aytdim, lekin hech narsa bo'lmadi degan gaplar ko'p uchraydi. Sizda ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul organ nomi bo'lishi kerak. Agar javob kechiksa yoki rad etilsa, yozma javob talab qiling. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish osonroq bo'ladi. 8-qadam,
pensiya qayta hisoblanganda qaysi sanadan to'lanishini aniqlang. Ba'zi holatlarda ariza berilgan sanadan, ba'zi holatlarda huquq paydo bo'lgan sanadan, ba'zan esa hujjat taqdim etilgan sanadan hisoblanadi. Bu juda muhim, chunki odam menga 5 yil oldingi farqni ham berishi kerak deb o'ylaydi. Lekin qonundagi muddatlar boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun murojaatni cho'zmaslik kerak. 9-qadam bank tushumlarini kuzating. Pensiya miqdori o'zgarsa, SMS xabar, bank ilovasi yoki bank filialidan ko'chirma orqali tekshiring. Ba'zan odamga pul tushgan bo'ladi, lekin u nimaga tushganini bilmaydi. Ba'zan esa ushlab qolishlar sabab kamroq ko'rinadi. Har bir o'zgarish bo'yicha izoh so'rashga haqlisiz. 10-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar davlat xizmatlari markaziga borishga qiynaladi, telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Hujjatlarni tartiblay olmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar ularga yordam bersin. Lekin yordam berayotganda hamma narsani qonuniy qiling. Pensionerning roziligi, ishonchnoma kerak bo'lsa ishonchnoma, hujjat nusxalari, ariza raqamlari tartibli bo'lsin. Men ekspert sifatida eng ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar pensiyaga chiqqandan keyin endi hammasi tugadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya ishi tirik hujjatga o'xshaydi. Hayotiy holat o'zgarsa, yangi hujjat topilsa, qonunchilikda o'zgarish bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi katta xato, odamlar qo'shimcha to'lovni pensiya deb o'ylab, keyin u to'xtasa norozi bo'ladi. Agar bu ijtimoiy yordam bo'lsa, uning muddati va sharti bor. 3-xato. Pensionerlar o'zlari tushunmagan hujjatga imzo qo'yadi yoki plastik kartasini begonalarga beradi. Bu juda xavfli. Endi bitta o'rniga 3 ta pensiya degan iborani yakuniy ravishda ochib beraman. Agar bu gapdan maqsad har bir pensioner endi 3 ta alohida pensiya oladi degan bo'lsa, bunday umumiy qo'yda yo'q. Agar maqsad pensioner asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha ustama, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olishi mumkin degan bo'lsa, ayrim toifalarda bunday imkoniyat bo'lishi mumkin. Lekin bu imkoniyat hujjatga, shartga va rasmiy ko'rib chiqishga bog'liq. Shuning uchun eng to'g'ri savol, menga 3 ta pensiya beriladimi? Emas, balki mening holatimda qaysi pensiya turi, qaysi ustama, qaysi yordam turi qonuniy ravishda mavjud degan savoldir. Azizlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensionerlar uchun yangi imkoniyatlar, qayta hisoblash, qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin hamma avtomatik 3 ta pensiya oladi degan gapga ishonmang. O'z hujjatlaringizni tekshiring, stajingizni solishtiring, toifangizni aniqlang. Arizani rasmiy tartibda bering va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning mehnat daftarchasi, pensiya turi va qo'shimcha huquqlarini tekshirishga yordam bering. Sizningcha pensionerlar uchun eng og'ir muammo nima? Pensiya miqdorimi, hujjatbozlikmi yoki ma'lumot yetishmasligimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiyani qayta hisoblatish, arxidan staj topish va kam pensiya chiqishining eng ko'p uchraydigan sabablarini yanada batafsil tushuntirib beraman.